Assalomu alaykum do'stlar, men Umrbek Ismoilov, sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Hozir sizlarga mening Tornado yopiq guruhimga joylagan ajoyib bir nishadan birini qanday ishlanishini ko'rsatmoqchiman. Do'stlar, videolarga like bosib, izoh qoldirayotganingiz uchun katta rahmat. Bu menga motivatsiya berib yangi videolar yaratishga undaydi. Do'stlar, ekraningizda chiqqan havola orqali bizning Tornado YouTube Telegram kanalimizga o'ting. Obuna bo'ling va uni kuzatib boring. Shu videoda chiqadigan barcha ma'lumotlar shu Telegram kanalga joylangan. Xullas, ushbu videoda men sizlarga har kim Amerika YouTube'ga kira olishi mumkin bo'lgan mana shunaqa bir yo'nalishni ko'rsatmoqchiman. Bu nishada mana shunaqa oddiy rasmlar, yoga rasmlari joylangan yo'nalish. Ushbu nishada mana shunaqa yoga rasmlari va taymer tushirilgan osongina videolar joylab boriladi. Aynan mana shunday oddiy videolar yordamida monetizatsiya orqali 20 mingga yaqin daromad qilsa bo'ladi. Bugun men sizlarga shunday videolarni qanday yaratilishini ko'rsatib beraman. Buning uchun avvalo biz mana shu kanalga kirib, videolardan skrinshot olishimiz kerak. Shunchaki kanalga kirib, uning oxirgi videolarini skrinshot qilamiz. Undan keyin bizga ChatGPT kerak. Demak, chatga kiramiz. ChatGPTga boyagi rasmni tashab, mana shunaqa promptni yozamiz. Demak, jo'natamiz. Mana ChatGPT bizga videolarni nomlarini hammasini analiz qilib, ro'yxat qilib tayyorlab berdi. Endi ChatGPTga keyingi promptni yozamiz. Mana shunday qilib ChatGPT to'liq hamma narsani analiz qilib bizga videolar uchun, yangi videolar uchun mavzular, video nomlarini yozib beradi. Do'stlar, bu nisha juda oson, boshlovchilar uchun ayni muddao bir necha rasm orqali video yaratsa bo'ladi. Mana do'stlar, bizga ChatGPT 10 ta idealniy mavzuda videolar uchun nomlarni yaratib berdi. Hozir esa bizga ulardan bittasini tanlashimizga to'g'ri keladi. Masalan, mana shuni tanlaymiz va ChatGPTga tashlaymiz. Promptlarning barchasi mening Telegram kanalimda bo'ladi. Bemalol o'tib, ko'rib ishlatishingiz mumkin. Demak, keyingi promptni ham ChatGPTga jo'natamiz. ChatGPT bizga 10 ta yoga uchun mashg'ulotlarni yaratib berdi. Endi barcha mashg'ulotlarni bu yerdan nusxa qilib olamiz va xohlagan bir tekstoviy dokumentimizga tashlab, masalan, Wordga tashlaymiz. Endi bizga ushbu kanaldan biror bir videoni olib, undagi personajdan skrinshot olishimiz kerak. Ushbu skrinshot bilan ChatGPTga o'tamiz va unga tashlaymiz. Rasm tashlagandan keyin ushbu promptni unga yozamiz. ChatGPTdan biz ushbu personajni batafsil tasvirlab berishni so'rayapmiz. Mana ChatGPT bizga bergan personajimizni tasvirlab berdi. Undan keyin bizga Google AI Studio kerak bo'ladi, do'stlar. Bu yerga kirganimizdan keyin bizga Nano Banana kerak bo'ladi, yangi chiqqan sun'iy intellekt. Shuni tanlaymiz. Undan keyin biza prompt yozadigan joyga ushbu promptni tashlaymiz. Eslatib o'taman, barcha promptlar bizning Telegram kanalda bo'ladi. Ushbu promptga qo'shib biza boyagi personajimizni tasvirlatib oldikki, o'sha tasvirlangan tekstni, tasvirlangan xarakteristikani tashlaymiz. Keyin bularni hammasini jo'natamiz. Shu ishlarni qilganimizdan keyin Nano bizaga mana shunday personajni yaratib berdi. Agar bu yerda ortiqcha fon bo'ladigan bo'lsa, uni olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Yo'riqnomada keltirilgan keyingi promptni fon olib tashlash bo'yicha promptni tashlaymiz va enterni bosamiz. Va mana bizada endi top-toza orqa foni yo'q personaj tayyor bo'ldi. Tayyor rasmni skachat qilib olamiz. Keyingi qiladigan ishimiz bizaga oldin Word dokumentga saqlanib qilib olgan barcha yoga pozalarimiz kerak bo'ladi. Birinchi pozadan boshlab bitta-bitta biza kopiya qilib olamiz. Biz nima qilyapmiz do'stlar? Biz oldin personajni yaratib olamiz, bir xil personajni yaratib olamiz va endi unga yoga pozalarini berib chiqishimiz kerak bo'ladi. Endi biz o'sha yo'riqnomada keltirilgan keyingi promptni yozamiz. Keyin pozani olamizda, uni orqasiga tashlab va enterni bosamiz. Xuddi shu uslubda biz barcha promptlarni, barcha pozalarni, rasmlarini yaratib olishimiz kerak. Har bir pozaga rasm yaratib olishimiz kerak. Shunchaki boshlang'ich promptni yozamiz, uni orqasiga Wordga saqlanib qilgan pozamizni tashlaymiz va jo'natamiz. Tayyor bo'lgan rasmni
raqamma-raqam saqlanib qilib chiqamiz. Shunday qilib barcha 10 ta pozani ham yaratib olishimiz kerak. Undan keyin biza ushbu kanaldagi videolarni montajini tahlil qilishimiz kerak. Demak, qaraydigan bo'lsak, o'rtada personajimiz turibdi, chetlarda yulduzchalar, qandaydir gullar, belgilar va timer belgisi, pastda esa pozani nomi yozilgan. Endi biza konkretni videosini tahlil qilib bo'lganimizdan keyin uni stilini, dizaynini tahlil qilganimizdan keyin uni 2 ta 3 ta videosidan skrinshot qilib olamizda, sun'iy intellektga tashab yoki Soraga tashlashingiz mumkin, ChatGPT yoki Nano Bananaga tashab, menga xuddi shunday dizayn qilib ber, o'rtada personaj bo'lmasin deb yozishimiz mumkin yoki bo'lmasam personajni Photoshopda o'chirib, sun'iy intellektga rasm tashlab, shunga o'xshash boshqa stilda dizayn yaratib ber desak, bizaga 2 ta 3 ta xil dizayn yaratib beradi. Keyin o'sha dizaynlarni olamiz va saqlanib qilib qo'yib, keyin bularni hammasini CapCut'da montaj qilib chiqamiz. Demak, endi CapCut'ga kiradigan bo'lsak, tayyor bo'lgan dizaynimizni olamiz. Keyin birinchi pozamizni qo'yamiz. Keyin CapCut'dan bir timer topamiz. Agar CapCut'dan topa olmasak, YouTube'da green screenlar bor, timerni green screenlari, ularni olamiz va biror bir to'g'ri keladigan joyga, shu yerlarga joylashtirib olamiz va endi biza pozani nomini yozishimiz kerak. Pozani nomini o'sha boshdagi Word dokumentdan nusxa qilib olamiz va bu yerga tashlaymiz. Mana shunday qilib bir o'zimizga kerakli dizaynni yaratib olamiz. Men sizlarga shunchaki uni qanday qilinishini misol tariqasida ko'rsatib berdim. Siz bundan chiroyli qilishingiz mumkin, bundan e'tiborni tortadigan qilishingiz mumkin. Asosiysi men sizlarga hozir videoni qanday qilinishini, promptlar qanday yozilishini, sxemani ko'rsatib berdim. Qolgani o'zingizni g'oyangizga, o'zingizni fantaziyangizga bog'liq. Endi hammasini tayyorlab, 10 ta pozani ham montaj qilib bo'lganingizdan keyin videoni eksport qilasiz va kompyuterga saqlanib qilib olasiz. Do'stlar, mana shunday qilib video tayyorladik. Albatta bu nishani urinib ko'ring, foydalanib ko'ring. Bu nisha hali uncha tarqalmagan, uncha foydalanilmagan. Ko'p joylarda hali ishlatilmagan. Monetizatsiya borasida savol berishingiz mumkin. Monetizatsiya beradi sun'iy intellektga qilinganiga. Asosiysi hozir biza kanal qilib, kanalda trafikni ko'tarib borishimiz kerak. Monetizatsiya bu ikkinchi darajali ish. Keling endi yakuniy natijada video qanday bo'lganini ko'ramiz. Menimcha yomon emas. Qo'l uchida qilingan dizayn bo'lsa ham, qo'l uchida qilingan montaj bo'lsa ham menimcha yomon emas. Sizlar esa undan chiroyli qilishingiz mumkin. Albatta sizlarga ishonaman. Mana do'stlar, bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan yo'nalish shundan iborat edi. Bu va bundan-da boshqa qiziqarli yo'nalishlar sizni Barnada Telegram kanalimizda va mening Barnada yopiq Telegram gruppamda kutmoqda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.